Hozir kel. Boshlaymizmi? Boshlaymiz akajon, boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Sizni avvalambor tanlov suhbat bosqichiga yetib kelganingiz bilan tabriklaymiz. Ee, Tanlovda ishtirok etadigan tanlov komissiya a'zolari bilan sizni tanishtirib o'tsam, Surxondaryo viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abduvohid aka Xolto'rayev, Surxondaryo viloyati boshqarmasi mahalladagi yoshlar yetakchilari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Fathullayev Shamsiddin, Termiz tumani Yoshlar ishlari agentligi rahbari Zikrullo aka Zayndinovich hamda Argusdan mas'ul Begisat aka Jabborov qatnashyaptilar. E, Suhbat bosqichiga tayyor bo'lsangiz, sizga 5 ta savoldan iborat savollar to'plami ekranda taqdim etiladi. Ushbu savollar ketma-ketligiga amal qilmagan holda qaysi savolga javobingiz bo'lsa, tezkorlik bilan berib o'tasiz. Savollarni boshlashdan oldin o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib o'tsangiz. Ism, familiya, otishmangizdan boshlab. Men Jo'rayev Zohid Abduvayto'g'li 1999-yil 30-avgust sanasida Termiz tumani Istiqlol mahallasida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy, ma'lumotim bo'yicha mutaxassisligim iqtisodchi. Hozirda vaqtincha ishsizman. 2024-yil 14-martdan 2025-yil 25-aprelga qadar muddatli harbiy xizmatni tamomlab keldim. Oliy o'quv yurtini 2023-yil iyunida tamomlaganman. Oliy o'quv yurtidan xizmatim mobaynida vaqtincha ishsiz bo'lganman. Namuna mahallasi, ayni damda topshirgan namuna mahallasi, siz istiqomat qiladigan mahalladan qancha masofa uzoqlikda joylashgan? 20 kilometr. U 20 kilometr uzoqlikdagi mahalla yoshlarini qay darajada taniysiz? Ertaga ishlashda qiyinchiliklar tug'dirilmaydimi sizga? 20 kilometr ozmuncha yo'l emasda qatnashishingiz, kelib ketishingiz muammo tug'dirmaydimi sizga? Yo'q. Uni mahallaning yoshlarini o'rganishda xizmat mobaynida o'sha xatlovlar o'tkazish orqali o'rganib olaman. Hozircha birlamchi o'rganishlar olib keldim. Mahalla raisi, mahalla profilaktika inspektori va xotin-qizlar faoli bilan suhbat olib borib, aholi mahallani 3626 nafar aholisi bor ekan. Bulardan 718 nafar yoshlarni tashkil qiladi. Yoshlar orasidan 386 nafar o'g'il bolalar, 332 nafar esa qizlardan iborat. Bundan tashqari aholini ko'p qismi o'zini o'zi band qilgan aholi ekan. O'zlarini Tbilisi polizekinlar yetishtirish bo'yicha polizekinlar yetishtirish, bundan tashqari yana 315 nafar esa davlat sektorida ish bilan ta'minlangan yoshlar, 96 nafar o'zini o'zi band qilgan yoshlardan iborat. Bundan tashqari keyin yana oliy ta'limdan keyingi ta'limda o'qishini davom ettirayotganlar bor. 45 nafar xorijda ishlash maqsadida ketganlar bor. Ulardan 45 nafardan 37 nafari uzoq muddatli, 8 nafari esa yaqin vaqt ichida kelib ketgan va qaytib ketganlar. Endi buni qo'shimcha sifatida yana xizmat mobaynida yana buni xatolar orqali chuqurroq o'rganishga harakat qilaman. Suhbat jarayoniga tayyor bo'lsangiz, marhamat suhbatni boshlashimiz mumkin. Begisdagi ekran savollarni ko'rsatsangiz. Shu 5 ta savollar to'plamini ketma-ketligiga amal qilmagan holda tezkorlik bilan qaysi savolga javobingiz bo'lsa, o'sha savoldan boshlashingiz mumkin. Ko'ryaptimi ekranda savolimiz? Shunday. Marhamat, boshlashingiz mumkin. Faqat yaqinroq o'tirib olasiz, balandroq gapirasiz. Mamlakatimizda qaysi kuni yoshlar kuni sifatida nishonlanishi belgilangan?
Prezident 2017-yildagi qaroriga muvofiq Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilgandan keyin 30-iyun Yoshlar kuni etib belgilandi va shu kundan e'tiboran yurtimiz miqyosida, respublika miqyosida har bir hududlarida keng miqyosda nishonlanib keladi va bunga muvofiq yoshlar orasida festivallar, ko'rik tanlovlari, sport musobaqalari tashkillashtirilib, o'zaro taqdirlanib, yoshlar taqdirlanib kelmoqda. Uchinchi savol, mamlakatimizda turli sohalarda yutuqqa erishgan ijtimoiy faol yoshlarga beriladigan davlat mukofotlari, ko'krak nishonlari to'g'risida ma'lumot bering. Hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarga eng katta yutuqqa erishgan yoshlarni uy bilan ta'minlash yo avtomobil transport vositalarini berish bo'lyapti. Bundan tashqari xotin-qizlar orasida Zulfiya mukofoti bilan yoshlarni taqdirlash, yana hozircha shular bilaman. Davlat mukofoti hamda ko'krak nishonlar to'g'risida ma'lumot so'ralyapti bu yoqda. Nishonlari bor. Bundan tashqari o'g'il bolalar orasida yana shular hozircha. To'rtinchi savol bilan ikkinchi savol qoldi. Ikkinchi savol, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan ishsiz yoshlarning muammolarini hal qilish, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha Zikrullo aka, manimcha sizda antenna yo'q, umuman ma'lumotlar bazasi qanday nomlanadi? Bu mening o'z Eshitilyaptimi? endi eshitilyapti aka. Uzilib kelyapti-da bergan javoblari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-yanvardagi 92-sonli qarorining 8-bandiga muvofiq o'sha ijtimoiy himoyaga, ijtimoiy yordamga muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida o'sha qaror 92-sonli qarorga 8-bandga nisbatan birinchi ilova qilib belgilangan. Unga nisbatan 30 turdagi yordamlar ko'rsatilgan. Bularni Vazirlik Kengashi va Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yordam turlari so'ralmayapti. Hop, shu bilan eshitgan muammolarni aniqlash, bartaraf etish va nazoratdan olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi qanday nomlanadi? Yoshlar daftariga kiritilgan, asosiy yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni bir martalik subsidiyalar berish, o'shani yoshlar daftariga yoshlar platformasi bor, yoshlar daftari bor, yoshlarni mahallalarda yoshlarni bazasini shakllantirish bo'yicha. Savolni yaxshilab o'qing. Ma'lumotlar bazasi qanday nomlanadi deyilyapti. Ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlash, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan ishsiz yoshlar muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratni olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi qanday nomlanadi? Yoshlar balansimi, yoshlar daftarimi? Ikkalasini ham aytib o'tib ketyapsiz. Yoshlar balans. Yoshlar balansi deyman. Yoshlar daftari nima qiladi unda? Yoshlar daftari o'sha yoshlar balansi yuritilgandan keyin o'sha muhtoj bo'lgan yoshlarga yoshlar daftariga kiritilib, o'sha bir martalik subsidiya yoki avtotransport vositasini haydash guvohnomasi olish uchun to'lovlar yordamida yo harbiy xizmatni o'tash uchun bazaviy hisoblash miqdoriga o'lchangan holda ularga to'lab berish. Tushunarli 30 xil turdagi yordamlar bilan shug'ullanadi. Keyingi savolga o'tishingiz mumkin.
xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball to'plagan yoshlarga qanday imtiyozlar mavjud? Xalqaro imtihon tizimlarida xalqaro sertifikat olgan yoshlarga hozirgi kunda oliy ta'limga kirishda yuqori ballar qo'shib berilishi va bularga rag'batlantirishlar mavjud. Chet tillarini bilish bo'yicha imtihonlarda o'sha o'rgangan fan bo'yicha test sinovlaridagi imtihonlarga yechib berishi, oliy ta'lim muassasalariga kirishda qo'shimcha imtiyozlar yaratilishi. Birinchi savol bilan beshinchi savol takrorlangan ekan deyapman. Xuddi shunday bitta savol ikki marta kelib qolibdi. O'rniga qo'shimcha tarzda savol beramiz hozir. Birinchi savol to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savol ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlash, bilim va kasb o'rganish ehtiyoj va ishtiyoqi bo'lgan ishsiz yoshlar muammolarini aniqlash, bartaraf etish, nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi yoshlar daftari bazasi hisoblanadi. Yoshlar balansi deb o'tdingiz. Uchinchi savolga javob: mamlakatimiz turli sohalarda yutuqqa erishgan ijtimoiy faol yoshlarga beriladigan davlat mukofoti va ko'krak nishonlari haqida. Iloji bo'lsa qayta aytib o'tsangiz yana yaxshi bo'lardi. Ko'krak nishoni alohida, davlat mukofoti alohida. Alohida yoshlarga beriladi. Xotin-qizlarga Zulfiya nomidagi Xo'p, o'g'il bolalarga Jaloliddin Manguberdi nomidagilar bor. Ular ijtimoiy faol yoshlarga beriladigan davlat mukofoti hamda ko'krak nishonlari bir qancha sonlari mavjud. Aynan yoshlar yetakchilari e, soha sohasi davomida yetuk bir salohiyatga ega namuna sifatida ko'rsatiladigan yoshlar yetakchilariga qanday ko'krak nishon ta'sis etilgan? Muhtaram Prezidentimizni 2022 yil 19 yanvardagi 92 sonli qarorlariga binoan. bundan xabarim yo'q, lekin hozir faol bo'lgan yoshlar yetakchisiga respublika miqyosida 100 nafar jangovar ularni bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantirish haqida ma'lumotga egaman. Oyligiga tenglashtirilgan bir martalik pul mukofoti bilan taqdirlanish haqida. Demak, yoshlar yetakchisi qanday ko'krak nishon bilan taqdirlanishi haqida ma'lumotga ega emas. Shunaqa? Shunday. Tushunarli. Xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori daraja to'plagan yoshlarga qanday imtiyozlar mavjud? Faqat oliy ta'limdagi imtiyozlarmi siz aytib o'tganda, qo'shimcha yana boshqa imtiyozlar ham bormi? Hozir men bilganim oliy ta'limdagi Xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball to'plagan yoshlarimizga imtihon uchun to'lovlar qaytarib berilishidan xabaringiz bormi? xabarim bor. Misol uchun, hozir ingliz tili bo'yicha xalqaro imtihon azizdan 7 ball undan yuqori to'plagan taqdirda o'sha to'langan summasi qaytarib beriladi. Nimaga shuni aytib o'tmaysiz? Biz aytgandan keyin aytyapsiz. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonundan xabaringiz bormi? To'liq emas hozircha, bundan xabarim yo'q.
Ushbu qonun to'g'risida nimalarni bilasiz? Qachon qabul qilingan? Nechta moddadan iborat? Nimalar to'g'risida so'z yuritilgan? Kimlarga qanday imtiyozlar berilgan? uni hali ko'rib chiqqanim yo'q edi, endi undan beri o'rganib boraman. Faoliyat mobaynida chuqurroq o'rganishlar Yangi kerak. tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi haqida nimalarni bilasiz? Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yilning 30 aprelda o'tkazilgan umumxalq referendumi natijalariga ko'ra e, 1 maydan kuchga kirdi va u 155 modda, e, 6 bo'lim 27 bobdan iborat bo'ladi. Unga 10 turdagi o'zgartirishlar 10 turdagi o'zgartirishlar qo'shimchalar kiritildi. Bularga misol uchun oddiy eski tahrirdagi konstitutsiyaning 18-moddasiga hozir yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 19-moddasiga nisbatan o'zgartirish kirdi. Har bir fuqaro irqidan qat'iy nazar teng degan moddaga qo'shimchalar kiritilgan. Bundan tashqari yoshlar keyin xususiylashtirish to'g'risidagi o'zgartirishlar mavjud. Tushunarli. Yoshlar ishlari qoshida ochilgan mega loyihalar haqida qanday ma'lumotga egasiz? Yoshlar qoshida ochilgan mega loyihalar birinchi hozirgi kunda eng keng qamrovli o'tkazilayotgani bu yosh kitobxon ko'rik tanlovi. Bu tuman, viloyat, respublika miqyosidagi butun yoshlarni qamrab olgan. Yosh kitobxon ko'rik tanlovi necha bosqichda va necha yosh toifalarida amalga oshiriladi? Bu yosh toifalarni hozir bu birinchi o'rinda o'sha mahalladan boshlanadi. Mahalladagi 92-moddaning 92-qarorning 4-bandiga asosan o'sha yerda ma'naviy va kitobxonlikni oshirishda yosh kitobxonlikni ham targ'ib qilish bor. O'sha yerda mahalladan, tuman miqyosida, viloyat va respublika miqyosida olib boriladi. Aytishingiz bo'yicha mahalla, tuman, viloyat hamda respublika, shunaqami? Mahalla, sektor, tuman, hududiy hamda respublika 5 bosqichda amalga oshiriladi. Zikrulla aka, qo'shimcha savollaringiz bormi ushbu nomzodimizga? Yo'q. Berilgan savollarga nisbatan e'tirozingiz bormi, hurmatli nomzod? Biz tomonimizdan berilgan savollarga nisbatan e'tirozingiz bormi? E'tiroz bo'lmasa, Yo'q, suhbat e'tiroz yo'q. natijasi shaxsiy kabinetingizga elektron tartibda jo'natiladi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Keyingi nomzod Zikrulla aka. Rahmat. Hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari, keyingi nomzodimiz Aliyor Sardor Abdulla o'g'li 2001-yil 2-avgustda tug'ilgan. Musaddislaring suhbatga tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Sizni avvalambor tanlov suhbat bosqichigacha yetib kelganingiz bilan tabriklaymiz. Suhbat bosqichiga tayyor bo'lsangiz, suhbat jarayonida 5 ta savoldan iborat savollar to'plami ekranda sizga taqdim etiladi. Ushbu savollar ketma-ketligiga amal qilmagan holda qaysi savolga javobingiz bo'lsa, shu savoldan boshlashingiz mumkin. Ko'rinyaptimi ekranda savollarimiz? Marhamat, boshlashingiz mumkin.
Birinchi savol, yoshlar balansida 15 yosh va 16-30 yosh atrof toifalari bo'yicha yoshlarning qaysi turdagi ma'lumotlari shakllantiriladi? Yoshlar balansida birinchi differensiya, ya'ni bu jinsi, yoshi, shunga ta'lim darajasi, o'qiyotgan yoshda ekani haqida bandligi, ishlayotgani bo'yicha va ijtimoiy holatini ma'lumotlar shakllantiriladi. İkinci savol, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati necha nafar a'zodan iborat? Senat 150 nafar a'zodan iborat. Kengash aytib ketadi birgani. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi nechta ustuvor yo'nalishdan iborat? 7 ta ustuvor yo'nalishdan iborat. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mahallada ma'naviyat va kitobxonlikni targ'ib qilish borasida qanday loyihalar amalga oshirib kelinmoqda? Yosh kitobxon, Ketadi, yana nimalar? yosh kitobxon, Sen kelmasa kengasini aytib ketadi. Shunaqasi ham bo'lar shanslar. ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qachon qabul qilingan? Bo'ladi, qaysiga tayyor bo'lsa shunga javob berib ketish mumkin. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni Marhamat, qaysi savolga javobingiz bor, hurmatli nomzod? Oliy Majlisi Senati 7 nafar a'zodan iborat. Tushunmadim. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 65 nafar a'zodan iborat. Ya qarab, mana savol turibdi. Savol shoshildi.
hech kim seni anaqa shoshilmay o'qigan birinchi tushunib olgan keyin bilgan savoliga javob bergan bilmaganingni bilmayman deb aytgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 65 nafar a'zodan iborat. Uchinchisiga 2022 yil 26-yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi yettita ustuvor yo'nalishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati necha nafar a'zolardan iborat? 65 nafar. O'zgartirdingiz javobingizni 150 nafardan. O'zgartirdilar. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mahallaning ma'naviy kitobxonligini targ'ib qilish borasida qanday loyihalar amalga oshirilib kelinmoqda? Yosh kitobxon loyihasi, masalan. Xo'p, yana yosh kitobxon loyihasi haqida nimalarni bilasiz? Yosh kitobxon 14 yoshgacha bo'lgan ular orasida va 18 yoshgacha bo'lgan ular orasida va 30 yoshgacha bo'lgan. Tushunarliroq qilib gapiring. 14 yoshgacha bo'lgan, u qanday 14 yoshgacha bo'lgan? 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lganmi? 40 yoshdan 14 yoshgacha bo'lganmi? Besh yoshdan o'sha 14 yoshgacha bo'lgan yoshlar olib o'tmasdi. Keyin 18 yoshgacha bo'lgan. 5 yoshda kitob o'qimaydi hech kim. Davom etadi. Birinchi bir savol urug'lar, ana uncha tezda ketgansan, davom.